Qirg'iziston parodani zo'ri kerak uka. Yosh ko'chatlardan hech bozorga ham chiqmay qo'ydi. Qirg'iziston yopiqligiga deydigan akalarimizga Qirg'iziston shved parodalarida 5 dona yosh ko'chatlardan bor akalar. Kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilsanglar, xudo xolasa yosh ko'chatlarni olib kelib qo'ydik. Mana germanskiy deydi-yu, toza shved. Mana toza shvedga o'xsh. Toza shvedlar ham bor akalar. Bizda germanskiy demaydi, Qirg'izistonda toza shved mana. O'n qaranglar. Orqasi nima deyapti akalar? Korobkaman deyapti. Xudo xolasa, assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Muslim Chora kanalini ashaddiy obunachilari. Bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, Qirg'iziston shved ishqibozlari akalar. Bugun 5 dona Qirg'iziston shved paroda, 1 dona Golstein Fries Daniyaniki buqachamizni ko'rsatamiz sizlarga. Hammasi nasldor buzoqlar akalar. Hashaki mollar yo'q. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz akalar. Bugun 1-iyun hafta kuniga yakshanba videomiz Andijon viloyati Sharxon tumanidan bo'lyapti. O'zimizning xonadondan. Akalar, ko'chatni ko'ringlar, nima deyapti? Mashlar boru, o'ta pachka edi. Kelguncha qurib qoldi. Mana shu buzoqlar boru, o'ta pachka edi. Mana shu buzoq urinib ketibdi ko'p. Qirg'iziston shved so'raganlarga mana akalar, 100 Qirg'iziston shvedni zo'rlar akalar mana. Molni tushungan odam olaveradi. Biz quloqiga sirg'a taqib qo'ymaymiz. Ishonmagan odam quloqiga sirg'a taqsa ham ishonmaydi, boshqasi ham ishonmaydi. Mana bir dona o'zim buqachaman bor. Buni ham sotuvga qo'ydik. Ma'qul bo'lsa sotamiz, ma'qul bo'lmasa baylab qo'yamiz akalar. Hech bir anaqasi yo'q. Toza shved so'raganlarga mana toza shvedimizdan bor, 3 oylik. Yani endi bir boshdan tanishtirsak, bitta manovi 5 oylikdan akalar, 5 oylik, mana o'zimniki 7 oylik, mana o'si 3,5 oylik. Mana toza shved ekanmiz, 3,5 oylik, sutdan 100% chiqqan bu. Suti hamga buzoq emas, bo'yi 1,5. Mana uni 1,7 chiqyapti, mana bularni ham ko'ryapsiz, tengqur. 1,5 plus deylar, 1,5 plus 5 taga. Qirg'iziston shvedga bir dona Golstein Fries Daniyaniki bu akalar, oddiy Golstein emas. Buni bo'yi 1,17 sm, 7 oylik mana. Korobkasini ko'ryapsizlar, ha? Mana qaranglar, meniki ham ancha dadil bu. 1,5 dan deysizlarmi, 1,5 plus dan deysizlarmi? Xullas mana 1,7 chiqyapti. Bularni ham qo'yasiz 1,5 dan desanglar bo'laveradi. Endi bitta narx aytaymi hammasiga? Qirg'iziston shvedda mana yosh ko'chatlardan keladigan noyob bo'lib ketdi mana. Bozorlarga ham chiqqan yo'q, ko'ryapsizlar. Buni olib kelish ham oson emas. Kichkina rasxod ketayotgan yo'q akalar. Mesni mollardan 3 million, 4 million balat qimmat sotilyapti ular. Chunki ashincha rasxodi bor akalar. Buni ichida yurgan odam biladi, to'g'risida. Ochiq gap kerak emas. Endi 5 o'sini bitta olaman deganga akalar, 5 o'sini bitta olaman deganga 15 million 200 ming so'mdan bo'lsa, 6 o'sini ekan mana. Bitta Golstein Fries 5 ta Qirg'iziston shvedga 15 million 200 ming so'mdan bo'lsa, dastlabkasi vodiy bo'ylab bo'lib yetib boradi akalar. 15 million 200 dan. Akalar, bir qo'ra bitta boqib qo'yadigan buzoqlar akalar. Mana eng arzonlar qaysi deganlarga eng arzoni emas mana. Mana ko'chat qaranglar. Mana shu ko'chat 1. Mana qaranglar. Sonni qaranglar. Nima deyapti akalar? Qaranglar. Engashib o'tyapti-da, qaranglar. 2, mana 3. 3 o'si 14,5 million so'mdan akalar. 3 tasini bitta olaman deganga 14,5 million so'mdan ozginada xayri bor. Eng qimmat mollar mana. Bularning ichida mana 15,5 million so'm akalar. Toza shved 3,5 oylik atrofida. Keyin mana o'zimi 7 oylik. Yiqilib tushdi. 7 oylik, mana o'zim buqacham bor, 7 oylik bilan mana shu 3,5 oylik narx teng. Bu ham 15,5 million so'm, ozgina xayri bor. Bu ham 15,5 million so'm. Jupini olaman deganga mana akalar. Bu kattaroq, bu ham shved, lekin bu tozaroq shved akalar. Ikkosi narxi bir xil, 15,5 million so'mdan. Golsteinni o'zini olaman deganga, Golstein Friesda 16,5 million so'm ozgina xayri bor. Bo'yi 1,17. 7 oylik akalarim. Qo'yg'usi bitta olaman deganga 15 million 200 ming so'mdan bo'lsa, dastlabkasi vodiy bo'ylab akalar. Hashaki molga taqqoslab olmaysizlar akalar. Aytdim-ku 3 million 4 million bo'lib ketyapti. Raznisasi. O'z ishqibozlari olaveradi. Ishqibozlar olaveradi deb palon pulni qo'yayotganimiz yo'q. Rasxodlari bor akalar. Shunga qarab narxnoma qo'yilyapti mana.
1 2 3 tasini olaman deganga 14,5 million so'mdan ozginadan xayri bor akalar. 1 2 3 oltovsini bitta olaman deganga 15 million 200 ming so'mdan bo'lsa ozginadan xayri bor. Kelishamiz akalar. Xudo xolasa kelishmaydigan narsani o'zi yo'q. Akalar, yangi kirganlar obuna bo'lib qo'yinglar, obuna akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi videolarimizni birinchilardan ko'rib borasizlar akalar. Hammaga rahmat. Yaxshi qolinglar.